Hürmetli kurultay delegatlari ham qonaqlar, yig'ilish prezidiumi bilan tanishtirishga ruxsat eting. Bashqurtoston Respublikasi Hukumati Premyer-ministri o'rinbosari, Bashqurtoston Respublikasining Madaniyat va milliy siyosat ministri Ilduz Ubaydulloh Irishev. Bashqurtoston Respublikasining Yoshlar siyosati, sport va turizm ministri Nikirin Aleksandr Pavlovich. Biz Rossiyalar, Rossiya Xalqlari Assambleyaning Yoshlar Sovet raisi, Buyuk Davlatlar Birlashmasi instituti prorektori Abu Ganiyev Nasibjonov. Vancouverda o'tgan 2010 Paralimpiya o'yinlarining 4 taqdir chempioni, atqalangan sport masteri Irik Ayratli Zaripov. Publitsist, adabiyot, san'at va arxitektura ülkəsində Shayxzodalar ismidagi Respublika davlat yoshlar premiya laureati Zuhra Burakayeva. Moskvadagi Butun dunyo bashqurtlari qurultayi Yamalat birikmasining yoshlar sovet raisi Bulatov Marat. G'afuriy yoshlar ittifoqi raisi Galimulin Alaysan. Yurik Fandari kandidati, Bashqurtoston Respublikasi Prezidenti qaramog'idagi Bashqurtoston davlat xizmati va idora akademiyasi o'qituvchisi Yenikeyev Arsen. Sankt-Peterburgdagi Amonat Bashqurt yoshlar assotsiatsiyasi a'zosi Ruslan Puskildin. Bashqurtoston Respublikasining Yoqtashlar assotsiatsiyasi raisi Qutlu Ahmedov Ilnur. Butun dunyo bashqurtlari qurultayi Yamalat birikmasining xalqaro birligi boshqarma komiteti a'zosi Luqmanov Timur. Bashqurt yoshlar ittifoqi raisi Malikov Fauzil. Butun dunyo bashqurtlari qurultayi Yamalat birikmasining xalqaro birligi boshqarma komitetining yoshlar sovet raisi Rahmatov Ramil. Silaba ülkesi bashqurtlari qurultayi boshqarma komitetining yoshlar sovet raisi Safiyullin Timur. Butun dunyo bashqurtlari qurultayi Yamalat birikmalarining xalqaro birligi boshqarma komitetining yoshlar sovet belgisi Sultan G'ujin Dayan. Bashqurtoston Respublikasining Fanlar akademiyasining Gumanitar tekshiruvlar instituti direktori vazifasini boshqaruvchi Sultan Muratov Ilgiz. Sverdlovsk ülkesi bashqurtlari qurultayi boshqarma komitetining yoshlar soveti raisi Tyumentseva Valeriya. Qozog'iston Respublikasining Obidel tubat temiryo'l uyushmasi raisi Rifkiddin Azamat. Yig'inda olib boruvchi Butun dunyo bashqurtlari qurultayi Yamalat birikmalarining xalqaro birligi boshqarma komitetining yoshlar soveti belgisi Islom harakati aktivisti Ahmadjon Tanzil Talg'atov. Qurultayda boshlanganda tiklem bizga ish organlarining haylarga ham ish reglamentini rastlashga kerak. Bugun delegatni tirkaganda hurmatli prezident a'zolari ham boshqa yo'ldan yoshlar, bitta boshliqlar, minni o'sha bayramni tabriklaydi. Ham bizga shunday birovim bor. Iyisi prezidiumda boshqa demokrat harakati ko'pg'iri prezidenti Asad Salmanov ham Tug'andir klubining direktori, prezidenti Timur Muxtarovning o'rinlari yo'q. Iyisi ularni prezidiumga taqdim etadi. Biz prezidiumga taqdim etmaymiz. Ular Moliya sovet tomonidan ko'pdan prezidiumga tayinlanganlar. Iyisi ular prezidiumga qo'yildi. Yaray, sonra vazirlarga javob bergan. Bizning taqdimimizda ijabga olib boshqa taqdimlar bormi? Prezident boshqa taqdimlar yo'q. Prezidium maqsadlari bo'yicha boshqa taqdimlar bormi? Yo'q.
сейчас голосование будет, не мешай проводить мероприятие. Сейчас голосование будет. Никто голосовать не будет. Это уже давно решено. Это уже давно решено. Травма юбка. Boshqa temirlar qarablar, bu prezident Abdulla Salmanovning o'rni ministr prezident tugay. Agar boshqa taqdimlar bo'lmagan, Biz hozir o'sha qarorlar hurmatli delegatlar, mana ikki taqdim bo'ldi. Biri Azat Salmanov, ikkinchisi Timur Muxtarov. Ular bizning uyushtiruv vaqtida ketmaylar, qatnashdilar. Agarda kim o'sha yo'q, biramlar. Azat Salmanovni prezidiumga o'tirtirgan degan taqdimni huquqlay. Ama bunu usul edelim. Kimde kim? Buldu. Yeter. Buldu. Tamam. Buldu. Takdimini indirdim. Hadi bir kişilerge de bildireyim. Verelim. Kimde kim? Azat Salmanov'da bugünkü konuda prezidiumuna o'tirtirgan riza mandatlarını ko'targan hali. Kim? Xarid qilgan qaror. Xarid qilgan